Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Yodgor Ahmadjon. Va bugun sizlarga qanaqa qilib Google Notebook LM degan bitta tool'dan qanaqa foydalanishni o'rgatmoqchiman. Hop, birinchi bo'lib Notebook LM o'zi target audience tushuntirib o'tmoqchiman. Ya'ni kim uchun kerakli, kimlar ishlatsa bo'ladi. Hop, language learnerlar uchun, ya'ni ingliz tilini yoki birorta til o'rganayotganlar uchun judayam zo'r foydali narsa bu notebook LM. Hozir nimaligini videoni keyinchalik tushuntiraman. Qanaqa qilib yuklanadi, nimalar qilib beradi, nimalar qilsa bo'ladi bundan foydalanib. Lekin boshqalar ham foydalansa bo'ladi. Birinchi bo'lib hozir ko'rib chiqqanimizdan keyin menimcha buni tushunib yetsani kerak. Ya'ni qanaqa maqsadlarda agar umuman deylik boshqa tillarni bilmasangiz o'zbekchada ham foydalansa bo'ladi. Hop, shuni qanaqa qilib foydalansa bo'lishini ham ko'rsataman. Shuning uchun agar siz birorta til o'rganayotgan bo'lsangiz ham videoni kuzatishingiz mumkin. Foydali ma'lumot bo'ladi siz uchun ham. Hop. Endi yana bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Men endi inexperienced bo'lganligim uchun, ya'ni oldin video olmaganligim uchun, oldin birinchi videoyim shu bo'lganligi uchun sal qiynalishim mumkin ma'lumotni berishda yoki tushuntirishda ozgina flow yo'qolishi mumkin. Ya'ni inexperienced degani tajribasiz bo'lganligim uchun sal boring bo'lib qolishi mumkin video. Shunga aytib qo'ymaysizlar. Xo'p, birinchi bo'lib, agar sizda Notebook LM yo'q bo'lsa, Google ga borib search barga, ya'ni qidirishga notebook LM ya'ni .google deb yozsani shunaqa sayt qarshingizga chiqadi. Hozir menda allaqachon borligi uchun boshdan download qilib o'tirmayman, lekin yuklab olish oson. Shu Try Notebook LM degan tugmaga bossani o'zi yuklash boshlaydi. Desktop application, ya'ni приложение hisoblanadi. Shu yerdan yuklab olasizlar. Yuklab olganingizdan keyin mana bunaqa window qarshingizga chiqadi. Ya'ni bu yerda hech narsa bo'lmaydi. Men oldin ham ko'p foydalanganim uchun turibdi bu narsalar. Mana bu create new notebook, ya'ni yangi daftar ochish degan tugma bilan tevadagi tayyorlab qo'yilgan Google o'zini narsalari bo'ladi. Bulardan ham foydalanishingiz, ko'rib chiqishingiz mumkin. Videoni o'rtarog'ida bularni ham bitta kirib ko'ramiz. Lekin hozircha qanaqa qilib o'zimizni notebookimizni yaratishni o'rganamiz. Xo'p. Mana bu tugmaga bosasizlar va bosganingizdan keyin upload files tugmasini bosib, birorta PDF yoki YouTube link yoki birorta veb-saytni URL'ini, ya'ni linkini qo'yishing mumkin bu yerga. Hozir men buni PDF bilan qanaqa qilishni ko'rsatib bermoqchiman. Xullas, bu PDF ichida maqola bor, juda ham uzun bo'lganligi uchun men o'zim o'qishni istamasdan buni summarize uchun foydalanyapman. Faqatgina summarize qilib emas, mana bu yerda juda ham ko'p tool'lar bor, sizlar foydalansani bo'ladigan. Ya'ni tool'ni o'zbekchasi esimdan chiqib qoldi. Tushunasizlar. Shu narsalardan ham foydalanib, misol uchun flashcardlar yaratsa bo'ladi. Bularni hammasini qanaqa qilib ishlatish qisqacha qilib ko'rsatib beraman. Xo'sh, mana biz yuklagan PDF Road Less Traveled degan bitta artikel edi. To'g'risi to'liq o'qib chiqmaganman, nima haqida bilmaymiz. Shuning uchun mana bu yerda chatda so'rashimiz mumkin. What is this article mainly about? Bizga shu artikel ichida bo'lgan narsalardan foydalanib javob beradi. Ya'ni har qanaqa savol bersak ham shu artikel ichidan javob topishga harakat qiladi. Hop, artikelni titleini aytdi. Unconventional career path, personal journey of Nick. Xullas, mana u Nick degan bratni personal journey haqida emish. Hop, ko'rib turganingizdek chatda yana boshqa birorta narsalar so'rasam bo'ladi. Misol uchun, what
did Nick do for living? Hop. Nick endi nima ish qilgan deb so'radi u. Agar artikelni ichida shu ma'lumot berilgan bo'lsa bizga javob beradi. Mana Nick's career has primarily focused on nursing. Plus nurse bo'lganimiz shu. Ko'rganingdek judayam kerakli bo'lgan ma'lumotlarni alohida olib olish uchun foydali bitta tool. Hop, endi bu yoqqa qaraydigan bo'lsam, birinchi audiodan boshlaymiz. Hop, audioni generate qilish ozgina vaqt oladi. Shuning uchun generate qilib bo'lish uchun 1-2 minut kutasizda keyin. Hop, mana biz buyruq bergan o'sha audioni generate qilib bo'ldi. Hop, 1 minut oldin source deb qo'yibdi. Hop, bu bitta ikkita AI tomonidan yasalgan podkast bo'ladi. Xo'sh. Welcome to the deep dive, where we take a stack of your sources and, well, we extract the knowledge you need. Hop, xullas bu nima qiladi? O'zi biz bergan PDF ichidagi ma'lumotlarni hammasidan foydalanib, ikkita AI bir-biri bilan suhbatlashadigan podkast tuzib beradi. Buni yo'lda eshitishimiz mumkin. Ya'ni PDFni o'rganishimiz uchun bundan ham uzun yuklasana bo'ladi. Men ham 3-4 varaqli menimcha yukladim. Bir 5-6 varaqli qisqa kitoblar yuklasani ham bo'ladi. Hop, shundan foydalanib bizga podkast generate qilib beradi. Yana bitta zo'r tomoni, biz podkastni orasida savol ham berishimiz mumkin. Interaktiv degan moddan foydalanib. Hozir buni ko'rsatib beraman. Hop, avval savolimizni tayyorlab olamiz. Hop, biz bilamizki Nick nurse bo'lgan edi. Hop, shuning uchun yana bir xil savol so'raymiz. What did Nick do for living, for example? Welcome to the deep dive, where we take a stack of your sources and, well, we extract the knowledge you need. We serve it up quickly, thoroughly, and hopefully with a few surprises. Today we are definitely taking a road less traveled. We really are. Literally, oh, welcome. What's up? What did Nick do for living? That is a great question right off the bat. We love the enthusiasm. Okay, let's unpack this right now. Nick Van Zanen, the subject of our deep dive, is a nurse. Specifically, he's an aeromedical nurse. And that's not just any nurse. Our sources tell us he started his career in intensive care ICU at major hospitals in Sydney, like Royal Prince Alfred. Oh, go for it. Well, where did he start his career? Can you tell me that? Yes, we can absolutely tell you that. We love the focus on the origin story. Okay, so before he was flying around the territory, he started in Sydney. The sources emphasize he was operating at the absolute highest level. Top of his game, actually. Specifically, he Xullas, ko'rganingizdek, interact qilsa bo'ladi, savol bersa bo'ladi. Savolimizga AI javob beradi. Hop, endi bu shu tevaroq levelda bo'lgan ingliz tilini o'rganayotganlar uchun bilaman, hammaniyam qo'ldan kelmaydi buni tushunish. Lekin faqat ingliz tili emas, bu yerda ko'p tillar bor. Lekin o'zbek tili yo'q, afsuski, menimcha yaqinda qo'shilsa kerak. Hop, turk tili, rus tili, yana koreys tili, bla bla ketaveradi. Boshqa tilni o'rganayotgan bo'lsang ham foydalansani bo'ladi. Ya'ni podkastni o'sha tillarda chiqarib beradi. Hop, endi yana bitta qiziq tomoni, boya aytganimdek, o'zbekcha savol bersak ham tushunib bizga javob beraveradi. Faqat chatda bo'ladi bu narsa. Misol uchun Nick nimalarga qiziqgan, to'g'ri yozdimmi umid qilaman. Hop, Nick nimalarga qiziqgan. Hop, avval biz tushunib savolimizga o'zbekcha javob beradi. Buni men oldin sinab ko'rgandim. Shuning uchun hop, ana savolimizga javob berdi, lekin ingliz tilida javob berdi, e'tibor bergan bo'lsani. Hop, shuni o'zbekcha qil deb aytsani, o'zbekchada ham javob beradi, meni fikrimcha. Chunki Gemini modelidan foydalanadi biladi va Gemini o'zbekchani biladi. Lekin afsuski o'sha mana u
asosiy bo'lgan podkast qismi uchun faqat o'zbek tili mavjud emas hozircha. Menimcha bu ham qo'yiladi. Endi sizlar ko'rganinglardagi boshqa featurelarni o'zingni sinab ko'rishing mumkin kirib. Albatta notebook.lm.google descriptionga qo'yib qo'yaman buni narsasini. Videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hop, boya aytganimday haliyam turibdi mana bu yerda. Inexperienced bo'lganligim uchun, ya'ni hali bu YouTube narsaga yangi bo'lganligim uchun agar qanaqadir texnik nosozliklar bo'lgan bo'lsa yoki video zerikarli qolgan bo'lsa aybga buyurmaysizlar va kommentariyada yozishinglar mumkin. How can I improve? Ya'ni qanaqa qilib yaxshilasam bo'ladi? Ya'ni nimalarni to'g'irlasam videolar sizlarga ko'proq yoqadi? Shu narsa haqida fikringlarni qoldirishinglar mumkin. Endi balki hech kim ko'rmasa videoni, yana bilmadim. Keyin keyingi videoda nima ko'rishni istaysiz? Hop, bu savol sal g'alatiroq bo'lishi mumkin. Ya'ni sizlar meni qo'limdan nima kelishini bilmay turib, ya'ni nima ko'rishni istashinglarni so'rash. Hop, shuning uchun oldindan aytib qo'yay. Hop, ko'proq til o'rganish uchun useful bo'lgan, ya'ni foydali bo'lgan toollar, saytlar va ko'proq AI dan qanaqa to'g'ri foydalanish haqida videolar qilmoqchiman. Keyin yana bir narsa, o'zim ham IELTSda ozmoz tajribam bo'lganligi uchun shu ingliz tili so'zlar yodlash va reading qilish haqida qanaqadir dars yuklashim ham mumkin yanagi videoga. Yana bilmadim, shu videoni prosmotriga qarab qilamiz. Hop, see you